Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 5-darsimiz. Ba'zi o'quvchilarimiz aytyapti, ovozingiz pastroq kelyapti deb. O'shaning uchun kim bilsam o'zim sekin gapirayotgan ekanman. Endi sal ovozni ko'tarishga harakat qilaman. Bugungi mavzumiz nima? Bugungi mavzumiz bu there is va zera degan mavzu. Buni hamma o'tganmiz o'zi, qolgan hamma o'quvchilarimizga faqat eslatma uchun yoki qaytarib turish uchun o'tyapmiz yana boshqatdan. Bu there is va zera nima degani desa, bu u yerda bor degani. Masalan, u yerda olma bor yoki u yerda mashina bor, shunaqa gaplarda ishlatiladi. Qanday bo'ladi? Endi bilasizlar, darak gapda men p deb ketaman. Bu positive degani. Positive degani bu darak gap. Darak gaplarda birinchi yoki there is yoki zerani qo'yasizlar. Keyin albatta to'ldiruvchi objekt qo'yamiz. Bu yerda sal tepada eslatma berib ketay. Is bu birlik uchun. Are bu yerda ko'plik otlar uchun ishlatiladi. Ko'plik uchun. Endi menimcha tushunarliroq bo'layapti. Demak, darak gapda mana there is zera va objekt to'ldiruvchi bo'ldi. Gap tuzib ko'ramiz. Misol uchun. There is misol uchun an apple deyman. Bu u yerda olma bor degani. Deganini aytmaylik. U yerda olma bor degan. Endi zeraga tuzib ko'ramiz. Zera endi ko'plikda bo'lishi kerak. Misol uchun 3 ta deylik. Zera 3 cars deymiz. Ko'plik o'tkazishda o'tganda adashmasam. Birlik va ko'plik otlardi. Zera 3 cars. U yerda 3 ta mashinalar bor deyapman. U yerda 3 ta bor. Bu darak kabi. Darak kabi o'zini boshqa rang qo'yib beraman. Endi negativ gap, ya'ni inkor gapda tuzib ko'ramiz. Negativ. Bu yerda o'sha there is yoki o'sha are dan keyin biz not qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Not. Va oxirida yana object, ya'ni to'ldiruvchi qo'yamiz. Object bu to'ldiruvchi. Eslatma uchun. Gap tuzib ko'ramiz. There is not a pen. Demak, u yerda ruchka yo'q deyapmiz. Not degan inkor. There is not a pen degandek. Inkorni yozib ko'ramiz. There are not for keys deymiz. U yerda 4 ta kalitlar yo'q degan. Bu inkor. Demak, inkorsa qizil rangda qilib qo'yaylikchi. Okay. Endi oxirgisi question. Bu savol gap. Savol gapda albatta birinchi is yoki are yozamiz. Zerdan oldinga chiqib ketadi. There is bilan are, keyin there va oxirida to'ldiruvchi bo'ladi. Bu oxir so'roq gap esdan chiqmasin. Misol uchun. Laptop. Is there a laptop? U yerda o'sha laptop bu kompyutermi, notebook deylik. Notebook bormi degan savol gap bu. Keyingisi yoki. Are there any deylik. Are there any
phones. U yerda biron biron telefon bormi degan savolga qavs deb qo'yamiz. Mana darak kabi, inkor kabi, so'roq kabi. Yes. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Orasini ochib beraman. Tushunarsiz bo'lganlarga. Bu u yerda bor yoki bu yerda bor deb mana shu joyda eslatma qilib ketaman. Hozirgi zamonda nazarda tutyapmiz. Hozirgi zamonda deb qo'yaman. Tushunarli-a? Endi buni o'tgan zamoni bor, albatta. O'tgan zamonda nima qilamiz? Unda zera bo'lmaydi. There was yoki there were degani bo'ladi. Bu u yerda bor edi degani. O'tgan zamonda. O'tgan zamonda bo'layotgan narsa aytamiz. U yerda bor edi. Endi gapni ko'ramiz. Eslatmani esdan chiqarmaylik. Was bu birlik otlar uchun. Birlik bilasizmi? Were bu ko'plik otlar uchun. Ko'plik uchun. Endi yana darakabdan boshlaymiz. Positive. Darakabda. There was yoki there were birinchi qo'yamiz. Undan keyin object. Misol uchun. There was a cafe deymiz. Kal so'z qo'ysa ham bo'ladi. Qo'ymaylik mayli. U yerda kafe bor edi deyapmiz. U yerda kafe bor edi. Kings. There were some books. Deylik. U yerda bir qancha kitoblar bor edi degan. Tushunarli-a? There was bilan there were. Demak, daragabni yana belgilab qo'yaman. Like this. Endi tabiiy inkor gapiga o'tamiz. Negative. Bu yerda ham xuddi shunaqa there was yoki there were birinchi, undan keyin not esdan chiqmasin va oxirsida albatta to'ldiruvchi. Misol uchun there was a how can I say, for example, paper. Oh, my math. Zero. Mana shu joyda not esimdan chiqibdi. There was not a paper. Deylik, u yerda qog'oz yo'q edi. Deyilyapti. U yerda qog'oz yo'q edi. Qog'ozi. Next. There were not there were not any pencils
pencils deyman. U yerda umuman yoki any degani mayli, qalamlar yo'q edi deyapmiz. Uyda qalamlar yo'q edi deyapmiz. Hozir sal balandroq eshitilayotgandir balki, men bilmadim. Aytgancha was bilan notni biz wasn't deb yozsak ham bo'ladi. Yokida were notni weren't deb yozsak ham bu to'g'ri bo'laveradi. Bu qisqartmasi, bu yoyilmasi как вам удобно deydi. Shunaqa qaysisiga qulay bo'lsa you can use it ishlataverasizlar. Negativda of course biz qizil rangga bo'yaymiz. Like this. Negativ qizil bo'ladi. Oxirgisi. Bizda sezganingdek question gap qoldi. Albatta bu yerda boyagidek birinchi was yoki were yoziladi. Keyin there va oxirisida albatta objektiv esdan chiqmasin. Demak, birinchi gap. Was there any was there an iron deylik. Iron u yerda dazmol bor edimi degan gap deyapmiz. U yerda dazmol bor edimi degandek qilyapmiz. Yoki were there any markers? Ko'plikda siz qo'shdim. Tushunyapsiz deb o'ylayman. Were there any markers degani u yerda markerlar bor edimi? Shunaqa gap tuzadi, endi bor edimi deb. Tushunyapsiz deb o'ylayman. Mana ancha-muncha narsa aytib qo'yapmiz. Demak, question gap tushunildi. Birinchi was bilan were, keyin there, keyin oxirida to'ldiruvchi. Questionga biz yaxshiroq aytgandik. Bu o'tgan zamoni there was bilan there were ni tak o'tgan zamondasi bu hozirgi zamondasini o'tdik. There is bilan zerani yoki there was there were deb o'tgan zamonni o'tdik va oxirgisida sezganingizdek kelajak zamonni o'tib qo'yamiz. Bu nima? There will be bo'ladi. Bu u yerda bo'ladi degan gaplar. Of course, kelasi zamonda. Yes, zamonda. U yerda bo'ladi. Misol uchun, keyingi yil bu yerda do'kon bo'ladi, keyingi yil bu yerda unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, shunaqa gaplar. Pozitiv gapdan boshlayveramiz. Positive. Demak, darak gap bo'lsa, albatta birinchi there will be va oxirisida sizga to'ldiruvchi bilan tugatamiz. Misol uchun, there will be a market next year. There will be a market next year degani u yerda yoki bu yerda farq yo'q. U yerda keyingi yil do'kon bo'ladi deyman. Uyda keyingi yil do'kon bo'ladi. Aytgancha shu yerda aytib ketaman. Will be birlikka ham, ko'plikka ham ketaveradi. Will be, is it okay? Birlik va ko'plik otlarga bir xil ishlaydi. Pozitiv biza sariq rangda qilayotgandik.
Nope. Xullas, negativ. Negativda there will not be deymiz va oxirida object degan narsani qo'shib qo'yishimiz kerak. Will not qisqartmasini mana shu joyda bundoq qilaman-da. Won't deb ketaman. Xo'pmi? Bu will notni joyiga won't qo'ysalar ham bo'ladi degan. Tag'in ham will not ham won't qo'yib o'tirmaylik. Xato bo'ladi. Keyingisi. There will not be a car deyman. Tomorrow. There will not be a car tomorrow deb. Tarjimasi u yerda ertaga mashina bo'lmaydi. Bo'lmaydi degan. Inkori bilyapsizlar, u yerda ertaga mashina bo'lmaydi deyapman. Negativni ham xudo xolisa biz qizil rang qilib qo'yamiz. Mashina o'zgartirish harakat qilib ko'ring, balki o'zgarib qolar. Oh. Good job. Oxirisi question. Demak, question gap bo'lsa, birinchi will there be oxirsida to'ldiruvchi. Shu yerda chalg'imanglar, will be oldinga chiqmaydi, faqat will da o'zi chiqadi. Demak, will there be any dedik. Cats qachon emas, will there be any cats dedik. Next week nima degan? Dedik. Bu yerda keyingi hafta, next week degan keyingi hafta, bu yerda keyingi hafta mushuklar bo'ladimi deyapman. Endi shunaqa gap tuzmoqchi bo'lsa-da, aynan shunaqa. Bu misol uchun tuzyapmiz, tag'in shunaqa bo'lar ekan deb o'ylamaydi. Misol uchun har bittasi. Shunaqa tuzib ko'rsanglar bo'ladi degandek. Yes, like this. Will there be any cats next week? Bu yerda keyingi hafta mushuklar bo'ladimi? deb savol so'rayapman. Menimcha bo'ldi. There is zero o'tdik. There was there were o'tdik. Shu bilan there will be ni ham o'tdik. Xudo xolisa mana u yerda bo'ladi, u yerda bo'ldi, u yerda bo'lgandi yoki u yerda bor edi yokida u yerda bor degan hammasini bilib oldinglar. Bularni qayta videoni ko'rib, yana bilimlaringni takrorlab olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.